Seminar qatnashchilari uchun Chanqaganda suv tashkillashtirilgan. Qon saxovati oilaviy korxona rahbarlari, marhamat. Siz haqida juda ham trening sifatida marhamat. Rahmat, avvalambor hammaga xush kelibsizlar. Sizlardan sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandman. Qarasam juda ham ko'p kishilarga taniyotganman. Hammaga xush kelibsizlar. Shu seminarda sizlar bilan birga qatnashayotganimdan men juda ham xursandman. Men o'zimni tanishtirsam, Parkent tumani Kumushkon qishlog'ida Kumushkon saxovati oilaviy korxona egasiman. Korxona rahbari egasiman. Men sizlardan nima demoqchiman? Bundan ham past darajada davlatimizning yuqori mukofotiga loyiq topilgan ayol sifatida sizlar bilan o'zimni fikrlarimni o'rtoqlashmoqchiman. Mana hozir seminar davomida shunaqangi bir chiroyli takliflar bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Asliga havasim kelib turibdi, to'g'risini aytsam. Men bu ishni boshlaganimga ancha yillar bo'lgan. 20 yil, 30 yil oldin boshlaganman. Unda bunaqa qo'llab-quvvatlaydigan, mana podдержка turadigan anaqalar yo'q edi. Mana hozir mana shunday respublikadan, viloyatdan hamma xotin-qizlar qo'mitasini qo'llab-quvvatlayapti tadbirkor ayollarni. Endi biz o'sha ishni boshlaganimda ketma-ket nima deydi, patentlar ochib juda ham qiyin bo'lgan. Bu ishni boshlashimga men o'z davlat ishida ishlaganman. Hayotda shunaqangi o'nqilchoq-qizlar bo'lar ekan. Men nima deydi, oilaviy sharoitimdan kelib chiqqan holatda shu biznesni boshlaganman. Hayotda shunaqangi bo'lganki, opam bilan pochcham avtohalokatga uchrab, ularning 4 ta bolasi qolgan. O'zimni 3 ta bolam. 7 ta bolani katta qilish o'zi bo'lmagan, davlat ishiga borib kelib, mana ayollar sizlar meni hammadan ko'proq yaxshi tushunsanglar kerak debdi. Shu bilan yo'qchilikda boshlaganman desam ham bo'ladi. O'sha bizda endi Kumushkon mana bu mana oilaviy mehmon uyim, hozirgi kunning anaqasi. Bu men qarabsizlarki, boyagi 2017-yilda shunaqangi bir davlat tomonidan imkoniyatlar berildiki, o'sha davlat rahbarlarining o'zi borib, qo'llab-quvvatlab nima deydi, yo'l yo'riq ko'rsatdi. Birinchi bitta topchamdan boshladim. 2 talik kishilik xonadan boshladim. Sekin-sekin asta-asta boyagi turistlar soni ko'paydi, boshqatildi. Albatta boya mana oldingi ishtirokchilar aytib o'tgandek, xizmat ko'rsatish qay darajada yaxshi bo'lsa, o'shancha mehmonlar jalb qilinadi. Birinchi bo'lib ochganimda даже atrofdagilar bu keldi-ketini orqasidan tozalab tirikchilik qiladi, shohimon to'qadi deb sal uyatliroq ham ko'rinardi. Keyin qarabsizki, mahsuloti bilan bu nomi turizm bo'ldi. Qarabsizki, hozir turizmga shunaqa davlat darajasida e'tibor berilyaptiki, hayratda qolasiz. Men shu mehmon uyini tashkillashtirib, yarim do'kon qilib qo'yilgan, o'sha o'zlari ishlab chiqarilgan endi hosilati yo'q ekanmi deyman. Mushaklarga sotib o'zlarini qo'li bilan yaratgan hunarmandchilikka ham barobarida o'sha qo'shib bordik. Menda oilaviy mehmon uyimda 5 ta ishchim bor, oila a'zolari. Kelinim, qizim, o'g'lim bo'ladigan bo'lsa, ziyoratgohda 15 ta tapcham qo'yib, o'sha yerda gastroturizm bilan shug'ullandik. 2017-yilda oilaviy korxona tashkillashtirgan bo'lsak, o'shanda buyog'iga shu yerda xizmat ko'rsatib faoliyat olib boryaptik. To'g'risini aytsam, shu ishlarimizni e'tirof qilishda, boshqa qilishda davlat rahbarlari, hukumat tashkilotdagilar borib boyagi holatlarni ko'rib, birgalikda maslahatlar qilib, boshqa qilib, to'g'risini aytsam, tog'i toshda eshik minib ko'mish kiyib yurgan bir Inobatxonga prezidentimizni, davlatimizning rahbari mana shu ko'rib turgan Shuhrat medali tavsiya qilishdi. To'g'risini aytsam, bitta jin chiroyli ayol edi, men bitta sal yig'lab, hayajonlanib tushganman, shundan so'ng qiyshiqroq ko'rinyapti. Endi mana nima deydi, e'tirof, e'tibor juda ham yoqimli ekan. Odam sal
mana kasal e'tirof bo'lsa, e'tibor bo'lsa, uch-to'rt turizm bo'lsa, tilam sayrar ekan, diriz ham yayrar ekan. Sal bo'dalar shular ham anaqalarga borganda shunaqa chiroyli qilib kiyintirib, anaqalar qilib qo'yishganda, oynaga qarab shumanmi dedim. Shumanmi dedim, Allohga ne'matlarga shukrona etdimki, har bir ayol ona bizga motivatsiya beradigan, boshqa qiladigan, biza kuchli yerdan olamiz, qolaversa, bolalarimizdan olamiz. Har birimizda og'riqli nuqtalarimiz bordir, boshqadir. Shu topgan daromadlarimni orqasidan oilam bilan yilda bir marta borib chet davlatlariga, o'zimizning esingi mamlakatlariga sayohatlarga chiqib turaman. Sayohatga faqat yeb ichib o'ynab kulish uchun emas, malaka oshirish uchun. Qayerda nima bo'lyapti? Misol uchun Turkiyaga bordim, unda islomiy anaqalar ko'paygan. Xullas, har bir sayohatimdan bir dunyo taassurotdan kelaman. Shu barobarinda o'zimizni Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston ularga borsangiz, har bir sayohatdan sayohatga ketgan odam qaytib kelmaydi deydi-yu, to'g'ri ekan. Bir dunyo nima deydi? Taassurotlar bilan kelganingizdan keyin kuchingizga kuch boshlar ekan, boshqalar ekan. Endi to'xtab qolish niyatimiz yo'q. Hozir yon atrofimda bironta qo'shnim shu turizm orqasidan non yemaydiganning o'zi yo'q. Juda non yemaydigan boyagi inobat odamlar orqasidan tozalab tirikchilik qiladigan shu ayol semichga sotib mana turistlarga xizmat qiladi. Juda bo'lmasa, bu uzluksiz zanjir Kumushkon borgan sari rivojlanyapti. Ko'k somsalari deysizmi, shashliklari deysizmi? Xullas kalom mehmon uylari, mana yaqinda prezidentimiz mehmon bo'ldi. Bitta mehmon uyimizda qarabsizki, Kumushkonni toza havosidagi maqtanib qo'ying. Qanday havosiga yetadigan, Kumushkonni havosiga yetadigan havo bo'lmasa kerak. Zilol suvlari, bitta odamlar, mehmon do'st odamlarimiz hammasi juda ham ajoyib. Endi borgan odam siz oldiga bir chiroyli bormaydi. Baribir xushmuomalalik, o'ziga yarasha mentalitimizda bor. Qarangiz ham aytgandek, bizning yuragimizda bor mehmondorchilik, mehmon kutishlik. Tashabbuskori siz bo'lasiz. Bugun respublika tashkilotlaridan, turizm qo'mitasidan, umuman mana mehmonxona uyushmasining rahbari Farangizxon muhtaram prezidentimiz bilan gaplashganlarida biz o'zimiz ko'rib juda hayajonga tushgandik. Juda katta ishonch imkoniyati berganlar va albatta to'g'ri ma'ruzalar rus tilida bo'ldi, lekin tushundi qizlarimiz, to'g'rimi? Lekin biz ma'ruzalarni olib qolamiz, mana hamma bizni lektorlarimizni. Hozir bugun vaqtdan unumli foydalanib, bu imkoniyat har doim bo'lmaydi. Butun respublika bo'yicha bizda boshlangan. Mana hozir to'g'rida tushlikka chiqamiz hammamiz, hech kim ketib qolmaydi chiqatga. Va har bir hokim o'rinbosari, kelgan hokim o'rinbosarlarimiz chiqib qizlarimiz bilan blok aylanamiz. 3-kun o'zicha chiroyli, ertaga yana o'zgacha joziba bilan mehmonxona madaniyati bo'yicha aniq mana shu tizimdan kelgan xodimlarimiz tushuncha berishadi. Hozir mana barcha o'tirgan lektorlarimiz hayotiy tajribalari bilan siz qiynalmasdan, qoqilmay, siqilmay mana shu narsaga erishish bo'yicha aniq qilib qadamma-qadam qilib berishdi. To'g'rimi? Shuning uchun nima savol bo'lsa yana biz tushlikdan keyin so'rab qolamiz, lekin 3 kun aniq, maqsadli bo'lishi kerak hammamiz uchun. Ertaga buni bir oydan keyin sarhisobi chiqadi. Har bir shahar tuman hokim o'rinbosari rahbariyat bilan birga mana shu qizlarning bugungi kunning taqdiri, hayoti va mana opa o'zini hayotini gapirib berdilar. Prezidentimiz tomonidan taqdirlanganlar bunaqa yutuqlar, imkoniyatlar mana boya jo'shib bitta opa gapirdilar-ku, biz ham shuni qilamiz. Hamma shunga erishadi. Har bir ayolimizni oilasiga tinchlik, xotirjamlik, yurtimiz tinch bo'lsin. Muhtaram prezidentimiz tomonidan barcha yaratilayotgan sharoitlar siz aziz onalar, aziz ayollar, siz qadrli opa-singillarimiz uchun yaratilgan. Yana bir bor Toshkent viloyatiga hurmatli aziz mehmonlarimiz xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rib boshimiz osmonga yetdi. Va doim mana shunday tadbirlarda keyingi yilda yetakchi lider bo'lishinglarni juda ham so'rab qolaman. Hammani tushlikka taklif qilamiz. Katta rahmat. Mana hurmatli ayol qizlarimiz, yurtdoshlarimiz hozir obed seminardagi xotin qizlar obedga tushdi. Hammamiz hozir obedlanamiz. Hojat
Yuqori Chirchiq tumani.